Okalar bu ham bitta omadda sababi hozir shu ko'chanchadan zakaz o'lchab chiqdim. Ilgari Paxtagullik ko'chatku. Manqarani omadi 16 minutlik yo'l 9.4 kilometr. U zakazim bir joyda ekan, sababi Sayxunobodga keldim, zakaz o'lchadim, Toshkentdan o'lchadim hozir. Eng qizig'i Toshkentda shu o'lchagan joyim atrofida yana bitta bo'ldi. Sayxunobodda o'jaka kutib qolarlar, 4-5 kundan bir telefon qilibdilar dedimda, Toshkentda bitta zakaz o'lchab qaytdim. Sayxunobodga kelib bitta zakaz o'lchasam, hozir shuna lokatsiyani yo'qsam 9.4 kilometr ko'rsatib turibdi-da. O'qiydigan shu yaqinroq, ha. Qanaqa omadli bo'laman. O'tgan safar Samarqandga borganimda ham Urgutga borsam, Urgutda zakazlarimni o'lchaganman. Chelakka borsam, Chelakdan 5-4 ta o'lchaganman. Shunaqa bo'lib, hammasi bir joyda shu 10-12 kilometr yo'q bu yoqdan o'lchalgan. Endi hozir Xudo Sayxunobodga kelsam ham 9-10 kilometr bu dalnaga chiqqanda hech narsa emas-da. Xudo xolasa, hozir o'lchamiz. Chiroyli holatda, sifatli holatda qilishlarni bajarib beramiz. Bu yerdagi boyaginda shu Toshkentga borib o'lchagan joyimda o'sha mahallada men 5-10 kilometr yo'q bu yo'qmi? Yana bitta zakazim bor. Yana qaytib kiraman, eng qizig'i, kirib zakaz o'lchab, keyin yana bitta Toshkentdan telefon qiladi o'g'illar. 1-2 kunga xabar olaman ko'ydaganlar. Telefon qilsalar o'qinikini o'lchab, Xudo xolasa keyingi manzil Namanganga qaytamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.